Zahra, assalomu alaykum. Salomatmisiz? Charchamayapsizmi? Qadim Xorazmga, qadimgi Rimdan salomlar. Charchamayapsizmi? Storiesga yaxshi video. Qarang, yonida ketyapman, yonida. Juda ham katta ekan, haybatli ekan. Ichan qalasiga kira olmadik, Dashan qalasida yuribmiz. Sağınçtan örtenip yüreğim yığlar, hasretu derdimni ayting kim tinglar. Kalbimni pınhan katil derd ezer, yüzlerim külsem gözlerim yığlar. Dertlerim yaşırdım külgen yüzümden, sizler hasretin her bir sözümde. Yoş demez dertlerim sızar gözümde, yüzlerim külsem gözlerim yığlar. Assalomu alaykum hammalaringizga. Qadrdonlar, yaxshimisizlar? Xayrli tong, yaxshi dam olib turdingizmi? Hammangizga yaxshi kayfiyat qozon bilandan. Xudo xolasa, bugun 17-may, ertaga ham dam olish kuni, bizlar dam olish yo'q, endi ertaga xizmatimizdamiz. Hammangizga yaxshi kayfiyat, hamma vaqt shiorimiz shu. Yaxshi odamlar bilan uchrashing, yaxshi ne deymiz, muzika, qo'shiqlarni, jonli ijrolarni eshitinglar. Yaxshi joylarga borib, o'tirib, yeb-ichib do'stlar bilan vaqtingizni yaxshi o'tiringlar. Dunyo o'tib bormoqda. Bugun yana 20 gradus, akşam 20-30 edi. Butun kuni, undan oldingi kuni 41 gradus edi. Hayotni ko'rdingiz ham shunday bir yoqada bir so'ndiradi. Salqin havo. Hammalaringiz yaxshi kayfiyat turib bir aylanib ko'ringlar.